Assalomu alaykum. Bizga mana ko'p savollar bo'lganligi sababli hozir bir narsani yoritib berishni maqsad qildik. Davleniya yoki sahna diabet, bitta qaysi kasallik bo'lishidan qat'iy nazar qanday qilib degan savolga bir qator javob berishni niyat qildik, reja qildik. Qaranglar, deylik inson deydigan bo'lsak, inson ikkita holatdan tashkil topgan. Tana va tashkil topgan inson ruhiyatdan, ya'ni ruhdan. Biz asosan tanaga e'tibor qaratamiz. Ruhiyatga e'tibor qaratmaymiz. Mana shu evaziga kasalliklardan chiqib ketishimiz nihoyatda qiyin bo'lib qoladi. Kasalliklardan chiqib ketishimiz. Qarang. Ya'ni ruh insonda o'zi birinchi bo'lib kasallanadigan narsa 4 ta holat kasal bo'ladi. Birinchisi insonda fikr kasal bo'ladi. Ana shu kasalliklaringiz bo'yicha, moddiy holatingiz bo'yicha fikrimizdagi kasalliklar aynan bizni hozirgi holatimizga olib kelgan. Ya'ni fikr kasalliklari. Bu fikr kasalliklari yillar davomida shakllanadi. Undan keyingi kasallik bizni qalbimizda kasallik boshlanadi. Ya'ni qalbda kimnidir yomon ko'rish, gap qolsa uzib olish istaklari, o'ch olish, yomon ko'rish, bu yomon, bu yaxshi deyishlar, ya'ni qalbimizda kirlik boshlanadi. Uchinchi kasallik insonda ruhiyatida bo'ladi. Ya'ni o'ziga nisbatan, hayotga nisbatan ishonchsizliklar, hokazo holatlar, mana shu holatlar kuchayib ketib qoladi. Keyin 4-holat insonning tanasida bo'ladi, ya'ni kasallik. Men ishonch bilan aytaman, agar sizni tanangizda nimadir muammo bormi, demak sizni ruhiyatingizda, qalbingizda, fikringizda kasallik. Mana shu uchalasini chiroyli holatda yechish evaziga tanani nihoyatda bir chiroyli holatga, ya'ni sog'lom holatga olib kelish imkoniyati mavjud. Endi qarang, biz tanaga e'tibor qaratyapmiz. Qanday holatda e'tibor qaratyapmiz? Dedik, insonning tanasi kasal bo'lyapti. Misol uchun tana bilan ruhiyat ikkovi hamohang holatda holat ko'rsatadi. Ruhning holati tanaga ta'sir qiladi, tananing holati ruhga ta'sir qiladi. Oddiy bitta misol keltiraman. Dedik, insonda 12 ta organlar sistemasi bo'lsa, misol uchun bittasi ichak. Ichak bu qorin qismida joylashgan. Lekin ichakni tashkil etuvchi organ yuqori nerv va ingichka ichakni o'zi deyiladi. Ikkalasining vazifasi bitta, hazm deyiladi. Endi tushuntirib beraman. Yuqori nerv nimani hazm qiladi? Siz ko'rgan, eshitgan narsani hazm qiladi. Ingichka ichak siz yegan moddiy narsani hazm qiladi. Endi qarang, ichakda muammo boshlansa, yuqori nervda muammo boshlanadi. Yuqori nervda muammo boshlansa, ichakda muammo boshlanadi. Misol uchun, qorningiz och mana. Qorningiz och, gap sig'maydi. Nimadir ko'rishni istamaymiz. Ichakda hazm buzildi, yuqori nervda ham hazm buziladi. Ko'rishni, eshitishni xohlamay qolasiz. Nimadir yeganingizdan so'ng ichakdagi holatni hal qilishingiz bilan yuqori nerv ochilib ketadi. Nima deyatding, endi gapir deymiz. Teskarisi, nimadir ko'rdingiz, eshitdingiz, yoqmadi, hazm buzildi yuqori nervda, asabiylashyapsiz. O'sha paytda ovqat o'tmaydi. Hozirgi kunda bizda yuqori nervda, ya'ni biz bu narsani xalq tilida asab deb qo'yamiz. Ya'ni asabda buzilishlar nihoyatda ko'p. Mana shu asabiylashayotgan paytingizda ichak berkilib oladi. Ya'ni ichak qattiq holatda berkilish evaziga bizda bitta organimizda muammo boshlanadi. Bu organimiz o'tqop. O'tqopi dimlanishni boshlaydi. Nima uchun dimlanyapti? Bu safroni ichakka chiqarib beryapti. Lekin ichak berk-ku, bu berkligi uchun qabul qilmayapti. Qabul qilmasligi evaziga, deylik, to'liq qabul qilmayapti desak ham noto'g'ri bo'ladi. Deylik, 30% qabul qilyapti. Mana shu to'liq qabul qilmasligi evaziga safro o't qopiga qaytyapti, ya'ni 70% orqaga qaytyapti. Mana shuni evaziga dimlanish bo'lyapti. Biz o'tni lichana qilishni boshlayapmiz. Aslida qarang, o't dimlanishining sababi ichak qabul qilmaganligi uchun o't dimlanyapti. Endi qarang, biz o'tni lichana qilyapmiz. Tasavvur qiling. Hazmda, demak, hazm qiluvchi organ oshqozon deb qabul qilsak, oshqozonga yordamchi organlar, ya'ni og'iz bo'shlig'idan to orqa peshobgacha hazm sistemasi kelsa, asosiy hazm qiluvchi organ oshqozonga ichak bilan o't qopini hazmga yordam bermasligi nagruzka bo'lib tushadi. Ya'ni oshqozonga. Ya'ni mana oshqozonda, ya'ni hazm buzildi. Nimadir yesiz mushtdek botadi, nimadir yesiz yoqmasligi mumkin. Endi siz parhez qilishga o'tasiz, oshqozonda hazm buziladi. Endi qarang, bu yerda oddiy misol, oshqozondagi demak hazmni joyiga keltirish uchun ichak bilan, o't qopi bilan, asab bilan ishlashga to'g'ri. Mana nima uchun oshqozon kasalliklaridan to'liq chiqib ketyapmiz. Demak, oshqozonga o'ziga e'tibor qaratilmayapti. Asabga, ichakka, o't qopiga e'tibor qaratiladi. Oshqozon o'zining nagruzkasini pochkaga beradi, ya'ni buyrakka beradi. Ya'ni tasavvur qiling. Bu yerda buyrak. Buyrakda kasalliklar boshlanadi. Endi qarang, buyrakda nagruzka bo'lsa, qayerga beradi? Buyrakda nagruzka bo'lsa, birinchisi quloqqa beradi. Shovqin, shum, bu buyrakdagi muammolarni kelib chiqishi quloqqa beryapti. Ikkinchisi qayerga beradi? Belga beradi og'riqni. Belga beryapti. Uchinchisi lanchlik, lohaslik.
Ya'ni bir gap bilan aytganda immunitet tushib ketishi, bu ham ya'ni buyrakda. Buyrak nagruzkani yurakka beryapti. Yurakda nagruzka boshlansa, o'z-o'zidan insonda birinchi bo'lib uyqu buziladi. Ya'ni halovat yo'qoladi. Bitta gap bilan aytganda miya dam olmay qo'yadi. Miya dam olmasdan toliqish boshlanadi. Endi yurak nagruzkani avtomatik o'pkaga beradi. Juda ko'p insonlar bilan ishlaganimizda ularda jiddiy bir kasallikni ko'rmadik. Ularning organizmi xuddi loyga botib qolgan mashinaga o'xshab kuchanib ishlayotganini guvohi bo'ldik. Ana shu kuchanishlar bir-biriga o'zini minuslar, nagruzkalarni berish evaziga bo'lib chiqadi. Yurak nagruzkani o'pkaga bersa, odamda betoqatlanish boshlanadi. Kislorodga to'ymaslik, ikkala ko'ksiga havo yetishmagandek his qilib, havoga yutoq nafas olishlar shuna holatlar boshlanadi. Ingichka nagruzkani yo'g'onchakka beradi. Yo'g'onchakda buzilish bo'lsa qarang. Birinchi allergiya boshlanadi. Yo'g'on ichakda deylik ich qotishi bor, mana ich qotyapti. Bu ichidagini so'rib qonga o'tkazib oladi. Qonga o'tkazish evaziga qonda kasalliklar, allergiya, yana bitta kasallik boshlanadi. Nafas yo'llari. Gaymaritdan tortib nafas yo'llarini hammasi yo'g'on ichakka borib taqaladi. Nafas qisishi, havo yetishmaslik, bu ham yo'g'on ichakka borib taqaladigan holat. Endi qarang, 3-holat. Hozir juda ko'p yoshlarimizni ko'ryapmiz. Qondan infeksiya chiqib qolyapti, qondan virus chiqyapti. Mana shu qondagi chiqayotgan virus, infeksiya hammasi yo'g'on ichakka borib taqaladi. Ya'ni yo'g'on ichak ichidagi axlatni so'rib qonga o'tkazyapti. Xo'p qarang, nima uchun virusdan qutula olmayapti? Chunki yo'g'on ichakni faoliyati bilan e'tibor qaratmayapti. Ular e'tiborni faqat qondagi infeksiyani yuvish, qondagi virusni balakorovka qilish, shunga e'tiborni qaratib qo'yapti. Yo'g'on ichak bilan ishlaydi. Yo'g'on ichak qonni ifloslash evaziga nagruzkani ko'z va jigarga beryapti. Jigar bilasizmi, qaysi organga beradi nagruzkani? Ko'zga beradi. Ko'z xiralashishi, ko'zdagi muammolar hammasi jigardagi bosimlar, jigardagi nagruzka. Demak, jigar nagruzkani mana bu yerda uzatyapti qora taloqqa. Ana endi sizda qora taloqda muammo bo'lganda boshlanyapti nima muammo? Hozirgi kunda eng ko'p kasallik bo'yicha murojaat qilayotganlarda savoliga shu yerdan javob topsangiz bo'ladi. Birinchi bo'lib boshlanyapti bu yerda qon quyuqlashyapti. Avtomatik qarang. Ikkinchi holat boshda og'irlik hosil bo'lyapti. Uchinchi holat qon bosim, davleniya kelib chiqyapti. To'rtinchi holat qanday holat bo'ladi? Qora taloqqa mana shu organlarning nagruzkasi qayta tushsa, qora taloqni tashkil etuvchi organ oshqozon osti bezi. Bu insulin ishlab chiqara olmasdan 4-bo'lib saharni diabet kelib chiqadi. Qarang, bu yerda sahardan qanday qilib yengillik olishimiz mumkin? Qon bosimdan qanday qilib yengillik olishimiz mumkin? Bu yerda aynan shu organdagi muammolarni hal qilish uchun qarang, asab bilan ichak, yurak, yo'g'on ichak, o'pka, buyrak, o't qopi, jigar mana shu organlarda holatini yaxshilash evaziga saharni diabetdan o'ta chiroyli holatda natija olish mumkin. Ya'ni yengillik olish mumkin. Qon bosimidan hal qilishimiz mumkin bu narsani. Mana migren, surunkalik bosh og'riq kasalliklaridan chiqib ketishimiz mumkin. Qonda me'yorda ya'ni ushlab turish imkoniga ega bo'lishimiz mumkin. Mana bu organlar bilan ishlash jarayonida mana bu organning holatini hal qilish imkoni. Endi mana ko'p savol bo'lyapti, qanday qilib men qon bosimidan qutulishim mumkin sizlarda? Qanday qilib saharni diabetdan men yaxshi natijaga chiqishim mumkin? Saharni diabetdan chiqib ketishning usullari juda ham ko'p. Hozirgi kunda mana o'zimizda meditsina kuchaygan. Hozir mana Toshkentda oshqozon osti bezini operatsiya qilish evaziga bu holatdan chiqib ketish yo'llarini ko'rsatyapti. Yana har xil lecheniya usullari bor, juda ko'p usullar bor. Bu yerda samarali jihati, bizni taklif qilayotgan yo'nalishimizning samarali jihati, siz saharni diabetdan chiqib ketish evaziga siz asabni, ichak faoliyatlarini, o't qopi, jigar, buyrak, mana shu organlardagi holatni yaxshilash evaziga siz bundan yaxshi bir natija olish imkoniga egasiz. Endi qora taloq nagruzkani sidik yo'llariga beradi. Ya'ni tiqilishlar, achishlar, tez peshobga borish, hakas, ya'ni sidik yo'llardagi muammolar ham aynan shu organda bosim evaziga kelib chiqadi. Bir gap bilan aytganda, men sizlarga bir holatni aytishim mumkin. Qanday holat bu? Oqqan daryo oqadi, esdan chiqarmang. Sizda qachonlardir qon bosimi bo'lmagan, sizda qachonlardir saharni diabet kasalligi bo'lmagan. Demak, siz yana ana shu holatga qaytishingiz mumkin. Buni o'zingiz kuchli xohlashingiz kerak, o'zingiz intilishingiz kerak shu holatga. Butun bir tanangizni bitta yaxlit deb olib turib, butun tanaga teng e'tibor qaratishingiz kerak. Har bitta tana a'zolari bilan alohida, ya'ni e'tibor bergan holatda ularning holatini yaxshilashingiz kerak. Shuni evaziga siz bu muammolardan to'liq chiqib ketishingiz
Ya'ni o'sha maqolni haqiqatligini isbotlashingiz, ya'ni oqqan daryo oqishligini, ya'ni sizda hammasi yaxshi holatga tushishini isbotlashingiz mumkin. Bu yerda hozir bir qisqa qilib savollaringizga javob berishga harakat qilib ko'rdim. O'zi insonda 12 ta organlar sistemasi bo'lsa, bu yerda 10 tasi haqida gaplashdik. Bu 10 tasini ham yuzaki ochib chiqdik bir qator. Misol, qanday ochish mumkin? Chuqurroq kiradigan bo'lsak, mana oddiy misol, o't qopi safroni ichakka chiqara olmasdan dimlanish evaziga vaqtlar o'tib, o'sha safroni ichidagi qumlar, zarrachalar o't qopini ichida yig'ilishi va vaqt o'tib bu qum namlik bor joyda birlashib, o'tni ichida qattiq qatlam hosil qilishi va qattiq qatlam qachonlardir toshga aylanishi, bu toshlar yillar davomida kristalga aylanish holatlari. Endi qarang, haqiqatdan ham o't qopi kasallangan holatga yetib kelish ehtimoli bor. Bu aniqroq bo'ladi. Endi o't qopida haqiqatdan kasallik boshlansa, bu qayerga beradi? Bo'g'imlarga beradi. Bo'g'imlar kasalligi sizda yuzaga chiqadi. Bu yerda har bitta kasallikning kelib chiqish davri bor, kelib chiqish jarayoni bor. Ana shu mana kimlardir bo'g'imlarim og'riyapti desa, savol beraman. O'tingizda kasallik bormi? Mana o'tim eskitdan dimlanadi, o'timda tosh bor degan javoblarni eshitamiz. Demak, har bitta organda hozir keng ochib chiqadigan bo'lsa, ko'p vaqt ketib qoladi. Sizlarga shunchaki bir nima bo'ladi, shablon sifatida qisqa qilib ochib berdik. Asosan mana bu davleniya, bosh og'riq, qon bosim, saharni diabet, mana immunitet pastligi, lanchlik, bo'shashish, quloqdagi shovqin, bel haqida, uyquni buzilishi haqida, allergiya, gaymarit, infeksiya, virus, nafas yo'llaridagi muammo haqida sal dasturxonda qatini ochdik xolos, ya'ni to'liq ochib berganimiz yo'q. Agar qandaydir sizga ma'qullik joyida bo'lsa, marhamat bemalol kelishingiz mumkin. Siz bilan bir qator bir ishlab, holatlarni birgalikda bir yechim qilib, chiroyli bir natija olamiz. Avvalo Alloh har bitta narsaga odamda astoydil bir niyat qilish kerak. Siz qancha chiroyli niyat qilsangiz, qancha bir ahd qilsangiz, qaror qilsangiz, albatta Xudoyim o'zi sizga bir yo'ldosh bo'ladi. Bu narsalardan bir yaxshi bir natija olasiz. Chunki sog'lom bo'lishlikni xohlashda hech qanday bir salbiy holat yo'q. Har bitta yaxshi niyat sizga Yaratgan o'zi sizga yelkadosh bo'ladi, yo'ldosh bo'ladi. Harakat qilsangiz, harakatda barakat degan. Intilsangiz, Xudo xolasa bu holatlardan bemalol chiqib keta olasiz. Hammasi o'zingizning qo'lingizda. Siz o'zingiz kuchli xohlashingiz kerak. Xohish bo'lsa, imkon albatta topiladi. E'tiborlar uchun rahmat. Qisqa javob berishga urindim. Uncha-muncha kamchiliklar bo'lsa, yana bir savollar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Batafsil yana bir ko'rishlik nasib qilsin, yuzimizga o'tirib gaplashdik. Ana shu holatlarda batafsil yana gaplashish imkoni bo'ladi albatta siz bilan. E'tiborlar uchun rahmat.